Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Esselatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ınki bu ekran yüzü arkalık kan karındaşlarımız bilen didarlaşkına muvaffak kılığına Allah çeksiz hamdülillah olsun. Bu qatam karındaşlarımız bilen ortaklaşmak bolğan nokta muş yakından biri biz internetlerden köp kiryapmiz. Yana muşu Uygur kızlar bilen muş Xitoylarninki aşkar holatda to'y qilish qarab yuzilinib atganligidek bir vaziyatni internetlardan köp chiqaryapmiz. Ham Xitoyning tashviqotlarida buni teximibek jalliq shaklda ko'rsatib berayotganligini ham ko'ryapmiz, shohid bo'lyapmiz. Men bunga munosabatlik shundan keyin az to'la izlanishlarni olib borgan bo'ldim. Vatanlardan chiqqan qarindoshlarimiz bilan bu vaqtda ko'p fikrlashgan bo'ldim. Shunga munosabatlik bir necha voqealiklar menga anlatilgan bo'ldi. Buning biri mushu vatanlarimizni bilamiz. Mushu Xitoy tajovuzchilari bizning Sharqiy Turkistonga besib kirgandan tortib mushu musulmonlarga nisbatan qandaq taktik planlarni elib berayotganligi, assimilyatsiya siyosatlarini yurgizayotganligi hammamizga aniq bo'lgan bir masala. Bular mushu 2009-yildan tortib mushu nuqtaliq nüfuslarningki Xitoyning daftarida, Xitoyning nazarida shiddat bilan ko'payishi. Bu hatta bir kanitda 1000 nüfus bo'lgan bir kanitda hatta 500-600 odamningki mush nuqtaliq nüfus qatoriga kirgizilganligi bu amaliy bir ahvol. Mush ahvolda mushu 2012-yil, ya'ni asosliq 2013-yildan boshlangan mushu chet elga keng ko'lamda mush hijrat safari qo'zg'algandan keyin bu 2014-yil asosan 2014-yil oxirlariga yaqin faqat to'xtadi. Undan keyin Xitoy tajovuzchilari pasportni kengaytirib qo'yib bergan bo'ldi. Undan keyin bir bilik nurg'un qarindoshlarimiz hijrat qilib chiqqan bo'ldi, Allohning rahmati bilan. Mushu mezgillardan keyin bu pasportlarni yig'ilingan bo'ldi undan keyin. Demak, bu yoqqa chiqqan bo'ldi, chiqmaganlarchi. Aşağıda mush yoqqa yenib chiqqan, hijrat qilib chiqqanlarningki vatanda qolib qolgan butun ahli asosan nuqtaliq nüfus qatorida qor tizimlikka kirgizilib bo'ldi degan gap. Ana mushuning bilan mushu 2016-yili 8-9-oy atrofida mushu Xitoyningki yangi bir rahbarlar almashtirishda mushu Chinchango degan bir qonxo'r jallod bizning Sharq Turkistonga Xitoy tajovuzchilari tomonidan mas'ul qilib qo'yildi. Buning qo'lida elib berilgan qirg'inchilik, buning qo'lidagi qatlam, buning qo'lidagi bu vahshiylik hamda biz tasavvur qilg'isiz holatda elib berilyapti. Yaqinda anglayapmiz. Mushu Sharq Turkistonninki Qashqa, Otush, Xutan, mush Oqsu, mush 4 rayonni asosliq nuqta qilib qandaq besim, qirg'in, qatlam, assimilyatsiya yurgizayotganligi hammamizga tushunishlik. Hozir bular mush Xutanda, Xutan bilan Qashqa, Otushda deydi. Butun yo'l ko'zga cheliqadigan o'rin, do'konning tomlari, butun tashviqot qilishga tegishli o'rinlarning hammasida bir tashviqot qilib chaplaqliq deydi. Qayaga qarasak ko'zimizga uchqab turadi deydi. Buning biri soqchi qabul qilish e'loni. Yana biri mushu Uyg'ur qizlarini mush Xitoylarga to'y qilish mush tashviqot e'loni deydi. Qayaga qarasak uchratib turamiz deydi. Mushu bular 2 oyning mobaynida. Mush 2 oy bo'lgan to'd deydi buningga. Mush soqchi haddi hisobsiz qayaga qarasak soqchi qabul qilish e'loni va Uyg'ur qizlari bilan Xitoyningki nikohlanishini, to'y qilishini qiziqtiradigan. Ya'ni bir Uyg'ur bir Xitoy bilan to'y qilsa, ya'ni bularni nuqtaliq nüfus degan oiladan bir ayol bir Xitoy bilan to'y qilsa, uni nuqtaliq nüfusdan chiqirib yetadiganlikda. Uni
qora tizimlikdan chiqarib etib, uni normal pufra holatida muomala qiladiganligi. Mushunda teşvikatlar aşkara holatda bütün maktab tamlari, yo'l bo'ylaridagi tamlar, bütün do'q, har ko'zgichalik qiladigan bütün o'rinlarda davom ko'zgichalik qilib turadigan mushu ikki uqtirish teşvikat ajoyib o'rin oldi deydi. Mushu munosabat bilan bu odamning qalbiga ig'ir kelgan qarindoshlar. 2015-yili pasport bilan chiqqan bir qarindishimiz mushu Turkiyada borkan, bu qarindishimizning 55 yoshga kirgan bir onasi vatanda qolibdi. Bu tashviqot chiqqandan keyin bu ayol, bu oila butunlay qora tizimlik Xitoyningki nuqtaliq nupus qatorida tizimlanib, har kuni avar qilg'iliqkanda bu saqchiqansiga chaqirib, kunda bu ustoyin tuvatgan, bu xafalık kichkina bir ish bo'lsa 3 oy 5 oy tarbiyalash deb yezdik qora turmizga olib bo'layotgan. Mana mushu holatlarda endi jon tumiramasda. Shuning bilan bu 55 yoshga kirgan bu hijrat qilib chiqqan qarindishimizningki bu onasi mushu 2-oyninki 10-nechilari atrofida mush 2017-yil mush 2-oyninki 10-nechilari atrofida bir Xitoy bilan to'y qilibdi qarindoshlar. Bu to'y qilganligi to'g'risidagi xabar bu aniq ishonchlik holat yetib keldi bizga. To'y qilibdi. O'g'li hijrat qilib chiqqan bir ona Xitoy bilan to'y qilishga majburlanibdi. Bu nima sabab bo'ldi deb ko'p surishti qildim. Masjidlarda mushu diniy vazifador, ya'ni buni Xitoylar diniy kasbdorlar deb ataydi. Vatanparvar diniy zotmi deb qo'ydi. Buni 2009-yildan ilgari diniy kasbdorlar deb ataydi. 2009dan keyin vatanparvar diniy zotlar deb o'zgartdi. Mana mushu diniy kasbdorlar, Xitoy nazaridagi vatanparvar diniy zotlar mushu birinchi oydan tortib umumyuzlik masjid bütün da'vat urullarida shu bir da'vat qilinyapti deydi. Bu da'vatni nima qanday qilib o'tibdi? Buningga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamningki hayotidan misol olibdi, birodarlar. Bu din mana mushundoq oyoq osti qilinayotgan, mushundoq masxara qilinayotgan bir holat. Qanday misol olibdi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Makka dan Madinaga hijrat qilib kelgandan keyin Madinadagi ansarlar muhojirlarga 2 ayoli bo'lsa, birini. Qancha ayoli bo'lib qolsa, uni tizib qaltag'izib qo'yib, qarindishim, ma ayollarimning ichidan sen yaqinni tanlab olgin, men taloq qilib sen nikohlab qo'yay. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu hijrat qilib kelgan muhojirlar bilan bu yerlik Madinadagi ansarlarni qarindosh qilgan. Qarindosh qilib bog'lagandan keyin bu ansarlar mana o'z qarindishiga, chunki o qarindishningki tulisining ahli Makkada qilib qolgan. Mana mushuni tashviq qilib o'tibdi, birodarlar. Bular da'vat etdiki bu tashviqotida mana mush voqealigini tilga olib, biz bu yerlik ansar bo'lamiz, biz Madinalik ansarlarga o'xshash biz ansarlarmiz debdi. Ma Xitoylar kelgan mazmunimizga bizga muhojir debdi bular. Bular muhojirlar bular. Bular bilan biz tuqqan bo'ldik, qarindosh bo'ldik debdi. Bu qarindosh bo'lash, tuqqan bo'lash Rasululloh bilan Makka Madinalikni qarindosh qilib qo'ygan o'xshash bu sunnatga uyg'un. Nauzubillah shunda deyilib o'tibdi. Endi ansarlar ahli Makkada qilib qolgan muhojirlarga qizlarni berganga o'xshash qizlarimizni berish bu shariat yo'q. Nauzubillah shunda fatvo chiqib o'tibdi, birodarlar. Ma 2 oyga yaqin vaqtdan biri diniy kasbdorlarning, vatanparvar diniy zotlarning Xitoylarning nazaridagi chiqarayotgan fatvosi ma'vula o'tibdi.
Baya men degenim mana mushu fatvalar bilan mana Xotanning Tusalla hissidagi gap mana bu. 55 yoshlik onamizning to'y qilgan bu onamiz Xotanning Tusalla hissida. Bunun tepsili Kenip mahallesigacha bilgan bo'lsakmi, buni deyishdan sal ojiz keldik. Ahvol bu. Fatva tayyor chiqyapti. Teşvikat mana bu. Onun üstüden besip durayotgan zulüm, asmilasiya, qonliq qirg'inchilik, qatliam qarindoshlarimizni vatandagi qavmimizni musholatga keltirib qo'ydi qarindoshlar. Uyqumizni qachon ochimiz? Endi bu o'zimizga havola. Qo'llarimizni qachon Allohga tanglaymiz duoga? Bu o'zlarimizga havola. Qachon qalblarimizdan yüzümüzni pido qilg'idek bir ruhga ega bo'lamiz, bu o'zlarimizga havola qarindoshlar. Allah şu necis kafirlardan, şu mürtedlerden, şu dinni oyoqosti qilayotganlardan bizning intiqomlarimizni, qisoslarimizni elishga bizga muvaffaq qilsin. Allah pat fursatda bizga g'alaba, nusrat ato qilsin. Allah bizni şu ziminlerimizden haydab chiqargan, bizni ziminlerimizga patqizmagan şu kafirlardan, şu düşmanlarimizdan intiqomimizni olg'ini, ularni ham ziminlerimizdan haydab chiqarg'ini, o'zlarining ziminidan ham sarmisor qilayotgani, vayron qilayotgani, halok qilayotgani bizning qo'llarimiz orqali Alloh muvaffaq qilsin. Alloh hammamizni haqda sabit, mustahkam qilsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.